Assalomu alaykum motoblog ishqibozlari. Mana bugun sizlar bilan 7 ot kuchli yangi turdagi Atlas motoblogimizni ko'rib chiqamiz. Ko'rishlaring mumkin. O'zi 7 ot kuchli bo'lgani bilan gabarit jihatdan anchagina katta, chunki balonlari 500 ga 10. Abishni motobloglar baloni 400 ga 8 qo'yiladi 7 ot kuchlilardagi. Buni reduktori usulli qilinganining hisobiga balonlarimizni 500 ga 10 qilib moslanganmiz. Undan tashqari bu motoblogimiz oldida fara led chiroqlari bilan jihozlangan bo'ladi. Undan tashqari ham zavatnoy orqali yoqishingiz mumkin, ham stator orqali. Bunga akkumulyator bilan qo'shimcha mana kalitlar jihozlangan, qo'yilgan bo'ladi. Bemalol xohlagan paytda stator orqali, xohlagan paytda zavatnoy orqali yurgizib boshqarishingiz mumkin bo'ladi. Yana buni eng afzal tomonlari motorlari 170F motor bo'ladi, 7 ot kuchli bo'ladi. Filtrlariga ham alohida e'tibor qaratasizlar. Filtrlari masliniy bo'ladi. Masliniyki buni ichiga yog' qo'yasiz. Yog' qo'yganingizda vozdux havoni tortib turib, motorga chang va toza havo o'tishini ta'minlab beradi. Yana bu motorning uzoqroq ishlashida ham asosiy omil bo'lib hisoblanadi. Undan tashqari motoblogimiz 2 xil frezalar bilan taqdim etiladi. Ko'rishlaring mumkin. 4 qatorli kobra pichoqlari qalin bo'lgan va undan tashqari kesik maydalash uchun alohida frezasi ham bor. Bunda asosan katta kesik chiqqan joylarda maydalashda foydalanishlaring mumkin. Undan tashqari motoblogimizda orqalarida mana qishloq xo'jaliklari ham bor. Qishloq xo'jaliklardan bemalol dori sechish yoki kartoshka ko'laganda bemalol foydalanishlaring mumkin. Undan tashqari motoblogimizga har qanday turdagi arava, temir balon yoki chisel, qo'shimcha agregatlarni ham bizning kanaldan bemalol xarid qilib olishlaring mumkin. Birinchi qo'l, eng arzoni faqat bizda. Ko'rishlaring mumkin, bu motoblogimizning asosiy jihatlarini aytib o'tdik va ishlashi bemalol yoqilg'i sig'imlari 3 litr benzinda oladi. Olish hajmi 3 litr bo'ladi. 3 litr benzinda bemalol 4 soat mobaynida ishlab bera oladi. To'xtalmasdan 4 soat mobaynida ishlatsalaring bo'ladi. Undan tashqari orqasidagi aravaga e'tibor beramiz. Aravamizda bemalol 600 kilogacha bo'lgan yuklarni bu motoblogimiz bilan tortib foydalansalaring bo'ladi. Undan tashqari aravalarimizda dishlalari aynaladigan qilib ishlangan. Agar ariqning ichida yurganda past baland bo'lishini hisobiga motoblogga nagruska olib kelmaslik uchun. Undan tashqari aravalarimiz tormizlar ham jihozlangan. Tormiz bemalol motoblog bilan pastlikqa qarab ketayotganlaringda tortib ketmaslik uchun orqadagi yuk bilan tormizni ezib ushatasizlar. Undan tashqari yonlariga qo'shimcha o'tiradigan joylar, ya'ni ko'proq yuk bo'lganda sig'imi kengroq bo'lish uchun aravalarimiz yoniga ham qo'shilgan. Baquvvat qilib orqalari ochiladigan bo'lgan. Borib yukingizni bemalol ochib tushirib, yana qaytadan yopib ishlatsangiz bo'laveradi. Aravamizning pastlari ham mana baquvvat qilib ishlangan. Ko'rishlaring mumkin. O'tiradigan joylari taxtadan bo'ladi. Temirdan qilganda sovuq bo'lmasligi uchun обязательно taxtadan qilib qo'yilgan. Undan tashqari, kim xuddi shu turdagi motobloglardan zakaz qilmoqchi bo'lsa, bonuslari bor albatta. Bonuslariga temir balonlarini qo'shib beramiz. Kimga xuddi shu turdagi temir balon, arava, motoblog kerak bo'lsa, ekranda nomerlar qoldiramiz. Aloqaga chiqib zakaz qilishlaring mumkin. Buni xudo xolasa yerda ichida ishlayotgan jarayonlarini ham qo'yamiz. O'shanda buni ishlash jarayonini bemalol ko'rishlaring mumkin.